Qo'limda 85 ming so'm pul bor, lekin 8-mart uchun oyim uchun sovg'a olishim kerak. Rosa ko'p joylarni surishtirdim, uni hamma joyda juda ham qimmat. Shuning uchun sizdan buyurtma qilmoqchiman deb bir klientkam yozib qoldilar. To'g'risi o'zi ham rosa o'ylandim, 85 minglik boksichiga nimalar so'sam bo'ladi deb, chunki bizda eng minimalni summa bu 100 ming so'm edi. O'shuning uchun bu men uchun yengillik bo'ldi. Lekin ularga 8-mart uchun rosa ham zarurligini tushuntirdilar. Shuning uchun to'g'risi yo'q deya olmadim. Xullas, birinchi bo'lib boksning ichiga shunaqa Dravshan brendiga tegishli bo'lgan shunaqa elegantna bo'lib turadigan pudramzadan ham qo'shdik. Keyin hamma ayol qizligiga birdek kerak bo'ladigan ko'rlar, yana blesk qo'shim esimizdan chiqib qolmadi. Bleskni Kiko brendinikidan qo'shdik, chunki u qizimizga ko'proq Kiko brendi yoqar ekan. Va keyin yana shunaqa makiyaj qilish uchun sponj ham qo'shdik. Yana shunaqa Mona Lisa brendidan qosh qalam va albatta yuz uchun maska ham qo'shdik, chunki bayramda o'ziga qarash juda ham muhim. Nima deb o'ylaysizlar, bu boksimizda 85 ming so'mga arziydimi yoki yo'q? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Dostavka xizmati butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Zakaz uchun Directga murojaat qiling.